Volontyor boshlovchining 2 kuni qanday o'tadi? Keling, sizlarni o'zim bilan Gulistonga olib ketaman. Let's go! Naqd 2 soat deganda biz yoshlar markaziga yetib keldik. Volontyorlar xonasi, tayyorgarlik jarayoni, bu esa maxsus catering ishtirokchilar kelishni boshladi. Va voila, men esa o'z chiqishimga tayyorman. 300 ga yaqin qatnashuvchilar, qachonlardir sahnaga chiqish juda ham katta orzusi bo'lgan qiz endi esa qarshingizda. Eng og'ir sumka uchun $100 berilyapti. Va bu yerda esa bizni oshimiz tayyor. Spikerlar bilan networking jarayoni, endi esa outfit check. Biz esa tugatib, banketga yo'l oldik. Hamma charchagan bo'lsa-da, lekin hamma xursand. Shunday qilib manzilga yetib keldik va an'anaga muvofiq sertifikat berish jarayoni. Qornimizni to'plab, yarim volontyorlarni Toshkentga kuzatdik va o'zimiz esa otelga yo'l oldik. Hamma juda ham charchagan bo'lsa-da, otelda lift yo'qligi uchun biz piyoda 4-etajga chiqdik. Yomg'irli havoda uxlab, Zafrika tushdik va undan keyin navbatdagi manzil Guliston shahridagi Prezident maktabiga yo'l oldik. Bu volontyorlar xonasi. Bizning narsalarimiz yomg'irda qolib ketgani uchun quritishga urindik. Tezdagina tayyor bo'lib, men zalga yugurdim va 1 daqiqalik tayyorgarlik jarayoni. Bu esa Road Show for Women edi. Har bir qizni shunchalar ko'zi yonib turgandiki, biz juda ham a'lo tarzda o'tkazdik. Hamma bilan xayrlashib, biz yana qornimizni to'qlagani keldik. Bu kunimiz ham juda ham ajoyib tarzda tugadi va biz yana yo'lga chiqdik. 2 soat qanday qilib o'tib ketganini bilmadik, chunki faqat mafiya o'ynab keldik. Bunday qilib hamma uy-uyga tarqadi. Bunday formatdagi video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like qo'ying va podpisatsiya qiling.